Marvarid, haligi enam uylaringga boraversinmi? Bilmasam, nima deyishga ham hayronman. Voy! Chiqavering. Voy sharmanda. Endi xolamni betiga qaytib qanday qarayman? Hech nima qilmaydi. Ko'rmadi-yu. Ko'rdi. Xolamning ko'zi o'tkir. Ko'rsa nima qilibdi? Men endi boray. Yana? Ha, bolam. Gul bilan. Uydamisiz? Yo'q. Kel bolam, kel. Assalomu alaykum. Kel. Tinchlikmi? Nima tashvish yana? Xudo xolasa to'y bo'lib qoladi-yu. Meni Juda zo'r ish bo'lardi-da. Sen ketasan. Siz ham yonboshlab yotib kelinning xizmatini ko'rardingiz. Men ham sizga alohida bo'lib yurmasdim. Rahmatli otamni ruhi ham shod bo'ladigan bo'ldi-da. Opa siz ko'p xavotir olavermang. Mana qo'l oyoqlari bus-butun. Iloyo umringizdan baraka toping. Faqat ichki a'zolari salgina lat yeganda. Mamatqul aka, siz men bilan birga yuring. Men hozir o'tirib turing. Rahmat aytib kelay. Hammasi salom berishdi. Ulardan hech ham xavotir olma. Salomat bo'lasiz. Aka,
shularni topib kelasiz. Opani oldida aytib o'tirmadim. Jigar qisman ezilgan. Bitta buyragi ishdan chiqqan. Ikkinchisi yarim jon. Va holda uzoqqa bora olmaydi deb qo'rqaman. Yo'q. Bu hammasi emas. Gap shundaki, qattiq og'riqlar bois Nima gap? buni biron oy sezmas ham. Ammo Nima? Qo'y bola, doktorlar biron hafta yotsin deyishgandi-ku. Soppa sog'man yana. Ishga borishim kerak. O'zing ehtiyot qilgin, bolam. Ena, Nima deysan? bir gap aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Aytaver bolam. Marvarid, Xo'sh, shu yaxshi qizda. hammag'am bir. O'ylab oxiri shu yo'lni topdingmi? Ena, Ha bolam. Marvarid rozi. Assalomu alaykum. Keling ena. Yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Mamat uydami? Uydalar ovqatlanayotgandilar. Bering. Yuring. Ena, assalomu alaykum. Yaxshi yuribsan, Yaxshimisiz? Keling. Ilohi omin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Allohu akbar. Tinchlikmi ena? Sovchilikka boramiz, bolam. Kimga? Bolam boyiqisha. Kimga bo'lardi? Sobirjonga-da. Kimnikiga? Majid doktornikiga. Shkepsiz ena. Ovqatdan oling. Choy yangilab kel. Bor. Hozir. Ena, Bu yog'idan ko'ngling to'q bo'lsin. Sobir qiz bilan gaplashibdi. bu bo'lmaydigan ish. Esing joyidami? Bu nima deganing? Bu shu deganimki, bu ish bo'lmaydi deganim. Nega bo'lmaydi ekan? Pishib turgan osh bo'lsa. Qisqasi hech qayerga bormaysiz. Men ham bormayman. Hoy bola.
Nega bormas ekansan? Bormayman. Sizni ham yubormayman. Iltimos, agar meni o'g'lim desangiz, bormang. sevar bag'ri toshni suyibman. Xush kelibsiz. Bu yoqqa kelishingizdan Mamatqulning xabari bormi? Xabari bor. O'zi ham kelmoqchi edi. Zarilish chiqib qolib keyin. Rostana. Xabari yo'qdir-ov. Agar xabari bo'lganida sizni bu yerga yubormasdi. Bu nima deganingiz, sinim? Bu men qizimni o'g'lingizga ravo ko'rmayman deganim, opa. Majidvoy, inam. Gap tamom, vassalom. Allohu akbar. Hozir turaman. Bir o'ylashib, kengashib ko'rarsizlar, inam. Meni aytadigan gapimni aytdim, opa. Boshqa gapga o'rin yo'q. O'g'ringizni ham tiyib qo'ying. Eshigimiz yondan o'tib berishdan bugundan boshlab bas qilsin. Shuni yaxshilab tushuntirib qo'ying. Xo'p. Xo'p, aytaman. Shoshmang. Dasturxonimizni ham ochmabsiz-da, kelin. Nima bo'ldi? Bir o'ylab ko'raylik deyishdi. Rasmi shunaqa-da, bola. O'zim meni jonim. Bering. Anjanliklar chaqaloqni ham so'zlashadi anjanchasiga. Nonday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi anjanchasiga. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar. Shahrixonlik taqib pichoqlar, yurishadi anjanchasiga, yurishadi anjanchasiga. Bog'im borga so'rab o'ylaydi, to'qrog'idan aytib
ancha-anchasiga. Ena, men ketdim. Bora qol bolam, bora qol. Ha, tinchlikmi uka? Ja, to'yga borayotganda yasanib olsan. Ha. Assalomu alaykum. Kim Mamatqul? Bu bolangiz toza bebosh bo'lib ketibdi-ku. Majid akani uy atrofida o'rlashib yurganmishmi? Ikkovi bir-birini yaxshi ko'rish uchun-da. Majid doktorga ham insof berib qolar erta endi. Qizi borning, shunaqangi nozi ham bo'ladi, bolam. Majid aka hech qachon rozi bo'lmaydi ena. Ikki dunyoda ham. Majid bilan tiling birmi? Nega eldan burun sovuq nafas qilasan-a? Majid qizini bersa bir ukangda yigitga beradi-da. Bermaydi. Qari qiz bo'lib qolsa qoladiki, lekin Sobirga bermaydi. Chunki avariyada Sobirni pushti kuyib ketgan. Bor gap shu. Uka, meni kechir. Bu gaplarni senga aytishga majbur bo'ldim. Anani qaragin qizim. Shokar qizim. O'zimmi qizim? Hoppa! Hoppa! Mana ketay. Novat qizim. Ha qizim? Jonim benim. Ha qizim. Tog'larga qaragin qizim. Tog'larni ko'ryapsanmi? O'zgarish yo'q. Gap ochig'ini aytganda uka,
Bir mashhur yozuvchi aytganidek, sen hayotingdan ham muhimroq narsangdan mahrum bo'lgansan. Keldingmi bolam? Qorning ochmadimi bolam? Ovqat yeysanmi? Ketma. 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 Marvarid. Ketma. 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 To'xta, Marvarid. Ketma. Ey Xudo! Nima uchun? Qaysi gunohim uchun? Bu ahvolda kimga kerakman? Ey Xudo! Nega men? Endi nima qilaman? Qanday yashayman? Nima qilaman endi? Xudo! Eni Marvaridni indinga unashtirishmoqchi ekan. Otasi, lekin o'zi Otasi qaysar odamda o'zi. Eni yana bir marta boring desam borasizmi? Boraman bolam, boraman. Marvarid o'zi shunday deyapti. U meni telbalarcha sevadi.
Oh bolajonim. Yana bir marta boring. Agar otasi rozi bo'lmasa, keyin mayli. Keyin ketaman. Hech qayerga bormaysiz yana. Yopirme. Tinchlikmi bolam? Qayoqqa borayotganingizni bilib turibman-ku. Uni yuzi ko'ngliga qarashni bas qiling. Menga aql o'rgatma. Ena, Sen aralashma. Sobir nima qilayotganini yaxshi biladi. sevgi uni ado qiladi-ku axir. Hech kimni yaxshi ko'rmasdi. Ado bo'lgandan ko'ra birovni yaxshi ko'rib ado bo'lgani durust emasmi? Lekin Agar Sobirga g'ing desang, oq qilaman. Qaysi yuz bilan keldingiz, opa? O'tgan safar aytadiganimni aytdim-ku. Bechora bir beva ayol deb qattiq gapirmadim. Siylagandim. Ammo siylaganni bilib, o'g'lingiz boring desa, chopib kelaverasizmi, ha? Aqlingiz bormi o'zi? Axir unga ham betimni sidirib tashlab hammasini ko'rga hasaday qilib tushuntirdim-ku. Nima deysiz mendan o'zi? Yo men hammasini ko'ra bila turib, yolg'iz qizini jargul oqtiradigan otaga o'xshaymanmi? Ko'chada qolgan suyuq oyoq ham o'g'lingizga o'zini ravo ko'rmaydi. Sizga bor gapni aytib qo'ya qoldim. O'zlaringiz maslahatlashib ko'rarsizlar. Assalomu alaykum. Ish qilib haydab solishmadimi? Nega haydab solishadi bolam? Ular tushungan odamlar. Faqat Majid doktor va'da berib qo'ygan ekan. Sho'rlik Majiddan nima qilishini bilmay boshi kerak. Qiz o'stirgan. Otaga ham qiyin-da bolam. Demak, butunlay uzib yuborishmabdi-da. Ha,
Meni siz bo'lmasangiz men qanday yashayman? Iloyim. Meni baxtimga tezroq sog'ayib keting. Sobir aka, endi nima qilamiz? Ishoning, men axir u yerda yashay olmayman. O'lib qolaman-ku, Sobir aka. Men bir ilojini topaman. Lekin otam hammasini hal qilib qo'ygan. Axir men otamga Marvarid, seni hech kimga berib qo'ymayman. Nima yomonlik qildim senga, ey Xudo! Bunaqangi qilayotgan eding. Tezroq jonim bor, Xudo! Tezroq jonim bor! Boshqa chidolmayman! Och bola! Jonim bola! Shuni och bola! Och! Beni o'ldirib bo'lgansan-ku! O'ldirib bo'lgansan! Yana nimam qoldi? Yana nimam? O'chir ovozingni! Mushtipar bolamda nima qasding bor? Nima qasding bor? Ketyapman. O'lamiz. Behozir.
Endi nima gap? Aroq. Olib chiq arog'ingni. Bir gap bo'ldimi Sobirga? Aroq odamni qizdatimi? Ha, lekin Olib chiq. Olib chiq arog'ingni. nima mehmon kelib qoldimi? Olib chiq. Shu qopdi. Agar kerak bo'lsa yana topib kelaman. Yana shoshmang, men hozir. Jon bolam, shuni ichib yubor, Zora qizisang. Uylanish nasib etmagandan keyin ichamiz deyina. Kel bolam. Kel. Shifobaxsh. Nuqul uylanish nasib qilmadi deysan. Uylanishda bir hikmat bor deb o'ylaysan chog'. Er-xotinlikni turgan bitgani g'urbat, o'g'lim. Mana akangga qara. Uylanib nima karomat ko'rdi? Boshi g'urbatdan chiqmay qoldi. Yarim kun ishga bormasa, xotini boshida yong'oq chaqadi sho'rlikni. Oldimizga ham yubormay qo'ydi uni. Bu juvonmay jodugarlar hammasi shunaqa. Nikohingga o'tib olguncha mo'min qobil bo'lib turishadi-da, keyin hunarlarini ko'rsatadi. Xotinlarni bilmaysan. Bolam. Yaxshi bo'lib qoldi. Tushunarli. Ena, mana toza spirt. Ana buni isitishini ko'ring. Keling. Hozir hozir otdek bo'lib ketadi erkatoyingiz ena. Mana ko'rasiz. Ena, Ha, o'g'lim. Razzol jiyaningiz uylanyapti ekan. Ha. To'yga birga o'tib kelaylik. Har qalay sinfdoshim. Mayli, boramiz. Hamma ish o'zingizga qolib ketdi. Meni deb toza ovora bo'lyapsiz-da. Meni g'amimni yema, o'g'lim. Menga jinam urmaydi. Eson-omon yozga chiqib olaylik, keyin hamma ishni senga topshiraman. Shunday qilamiz. Shunday qilamiz. Endi aziz do'stlar, davrani kuyovni sinfdoshlarga beramiz. Qani, davra sizga muntazir mehmonlar, sozandalar, boshlang. Ketdik qizlar, ketdik. Marhamat. Nazi, yur, Gulnoz tur.
Juda yaxshi o'ynayapti-da Bulbul xola. Havasing keladi. Shunday o'g'ling bo'lsa-da. To'xtang. To'xtang. To'xtanglar. Hammangiz joyingizga o'tiringlar. Hofiz! Cho'g'idan ayting. O'zi ham zo'r o'ynading. Hammani ko'zi senda bo'ldi. Yo'q. Lekin to'yxona juda tor ekan. Odamning nafasi qisilib ketadi-ya. Bu to'y degani bunday kengroq joyda, pishiqchilikda, yozda bo'lsa-da, mana ko'rasan, seni to'yingni-chi yozda o'tkazamiz. O'zim o'ynab beraman. Xo'pmi, o'g'lim? Devda yigit bitta sigir bilan novvosni eplab boqolmaydimi yana? Sobirjon 10tasini ham eplaydi. O'zim uni avaylayapman. Oqshomlar inqillab chiqadimi? Bir yerlar og'riydi-yu. So'rasam indamaydi. Uni izini nima ish qilib yurganidan xabaringiz bormi? Nima ish qildi? Shahardagi doktorga qatnab yuribdi. Nima qildi qatnasa? Endi doktorlar yordam bera olmasligi ma'lum-ku. Bizga uni jonini saqlab berishdi. Shuni o'zi katta gap. Nega buni uningizga tushuntirmaysiz? Sen aralashma. Mayli boraman degan yeriga borib kelaversin. Ena, men burgutga xaridor topdim. Nima? Mana buni har biri falon pul bo'lib turgandan keyin bu ochofatga kuniga 2 kilo xom go'shtni qayerdan topib beraman? Sobir eplardi. Qo'rqma. Pensam bor. Yetmaganiga ozroq yig'ib qo'yganim ham bor. Yotib yeganga tog' chidarmidi? Bunga qo'lingni tekkizguncha meni burtalab tashla.
Axir men sizni o'ylab qilyapman deyna. Meni ro'zg'orim bo'lak bo'lsa, kunda ahvolingizdan xabar ola olmasam, ochdan o'lsam ham Sobirjonimni xafa qildirib qo'ymayman. Men yaxshilik qilmoqchi bo'lsam, Salom. qayoqqa tentirab ketyapsan ertalabdan? Meni o'ylamasang, hech bo'lmasa enamni o'ylasang bo'lmaydimi? Seni kuta yurak yorilib bo'lib qolay deyapti-yu bechora. Qayerga ketayotganim bilan nima ishingiz bor? Bu nima deganing? Sen bola o'ylab gapiryapsanmi o'zi? Nega hadeb tergayverasiz? Nega menga erta-indin o'ladigan odamga qaragandek qaraysiz? Menga qara. Enam seni deb. Enangiz shunaqa vaqtda sizga tushadimi? O, bola, senchi? Nimaga uni yoqasiga yopishasan, ha? Eshitmayapsizmi meni nima deyotganim? Ha? To'xtat! To'xtat! Ena buningiz meni zig'ircha ham hurmat qilmaydi. Sobir seni hurmat qiladi. Sen buni tushunmaysan. Birovni xotiniga ko'z olaytirishga ma'lum bormi senga? Mana senga. Uylansang, hasharga chaqirarsan. Qachaqas. Bo'ldi, ketdik. Oladiganini oldi. Kechgacha kelmasangmi? Militsiyaga xabar beraman. Siz kirib dam oling. Men uni kutaman. Xo'pmi?
Buningiz bizni tiriklik go'rga tiqishga qasd qilganmi? Odam ham shunchalik bevoy bo'ladimi? Bo'ldi, yetar, shuncha vaqt ixtiyoriga qo'yganingiz. Endi bu bolani jilovini menga berasiz. Aytsa aytdi, aytmasa uchastkovoyga borib topshiraman. Yer to'lasida 2 kun o'tirsa, keyin shunday sayraydiki, gul bilan dog'da qoladi. Uzoman ekan. Shunisiga shukr qilmaysanmi, noshukur? Hammasi joyida yana. Arzimagan narsa. Qayoqqa ketib qolding deb nega so'ramaysiz, yana? O'zing aytib qolarsan deb kutib turibman, bolam. Marvaridni ko'rib keldim. Voy, o'lmasam. Shu sovuqda toqqa borib keldingmi? Tog' bo'lsa ham uncha-muncha emas ekan. Marvarid yashaydigan uy tog'i kindigida. Pastda esa bulutlar suzib yuribdi. Uzoman ekanmi? Omon. Omon. Shunday baland tog'da qanday yashar ekan deb kelguncha o'ylab keldim. O'zi bilan ko'rishdingmi? Ha, ko'rishdim. Gaplashdim. Yo Alhazar. Bir kunmas bir kun qaytib boraman dedi. O'zi shunday dedimi? Ha, o'zi. Yo Xudoyim. Nima? Kelishiga ishonmayapsizmi? Ena, yoningizda ozgina yotsam maylimi? Yot bolam, yot. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ena. Kel bolam, kel. Marvarid eri bilan yashamabdi. Ajrashib uyga qaytib kelibdi. Nima degandim? Chakka bo'pti-da, bolam. Iya, yaxshi bo'pti deng. Ha, shunday. Behazil gapiryapman. Tushunmadim. Yana sovchilikka bormaysizmi? Qanday bo'lar kim bolam? Ehtimol otasi endi rozi bo'lar. Balkim. Endi nima qilamiz yana? Sen nima desang shu bolam. O'zim enajonim, yagona mehribonim. Qani? Yo'q. Voy, meni tushir yerga. Enajonim. Senga og'ir narsa enajonim. emas, tushirdiyapman senga, tushir, ha? Voy. Chumchuqdek bo'lib qopsiz-ku. Yana og'irman deysiz-a.
Assalomu alaykum. Ana u Mamatqulga borib aytib qo'y. Tentay onasini yig'ishtirib olsin. Agar kampir yana bir marta ostonamni xatlaguday bo'lsa, o'zim uchun javob bermayman. O'rgizdim sendan. Kir. bugun bardammisan? Qulog'i og'irlashib qoldi. Odamlarga kulgi bo'lganingiz yetmagandek. Tente degan nom ham oldingiz. Endi ko'nglingiz o'rniga tushdimi? Elning kulgisini eshitganim yo'q. Ha, sizning qulog'ingiz Sobir ovozdan boshqa ovozni eshitmaydi. Yo'q. Sobirni uylantirish shart bo'lsa, sizga oyoq qo'li chaqqon kelin kerak bo'lsa, mayli o'z tengimizni topaylik deb Boburda aytgandim. Sizlar bo'lsa osmondagi oyni orzu qilasizlar o'qil. Axir Majid akaning qiziga nega bordingiz? Ko'rganman, xurloqa desam ham kamlik qiladi. Shunday qiz ersiz qolgan taqdirda ham Sobirga tegmaydi. Nega hadi bir qorindan talashib tushgan jigaringni yerga uraverasan? Men uni yerga urayotganim yo'q. Ko'zi ko'rmi? Og'zi qiyshiqmi? Sen aytgan xurliqolarning son mintasiga bolamni harom tikini ham ravo ko'rmayman, bildingmi? Darrov jahli chiqmasin yana. Berdisini aytguncha sabr qilib turing. Gapir. Nima demoqchisan o'zi? Agar Sobirni uylantirish shart bo'lsa, keling o'zimizni Tugalboy akani esi bundayroq qizi bor-ku. Shunga sovchilikka boraylik. Ha? Sho'rib qursin. Guldev ukangga Tentay qizni ravo ko'rdingmi? Boshqasi ko'nmaydi. Ko'nmasa ko'nmasin. Lekin Sobir bunga uylanmaydi, bildingmi? Ukam Marvarit yaxshi ko'radi. Dard bor, lekin darmon yo'q. Endi hech qayerga bormang. Mana senga! Abla! Qotil! Hammasiga sen aybdorsan! Sen! Mana! Mana! Abla!
Otur! Hammasiga sen aybdorsan! Sen! Dur! Yor bu yoqqa! Qo'yvoring! Kel! Qo'yvoring! Men sharmanda qilding-ku! Kamlibaku, mayli! Lekin onlarga o'takasini yormabsan, ularda nima gunoh? Ha? Insofing bormi o'zi? Qachongacha orqangni tozalab yuraman? O'sha hamma narsa mumkin deb o'ylayapsizmi? Bunga yaqinlashmang yana. Qo'lingni tort. Yaqinlashmang. Avval gapni eshiting. Voy bola. Qo'lini qiymaydi, buningizda jin ham urmaydi. Menga qara. Voy bola. O'zingni jin urmadimi, a? Bilasizmi, buningiz nima qilib yuribdi? Mahkamli va kuyiga borib olib uni rosa tepkilabdi. Qari ham mahkam boy insof qildi. Shu safar o'g'lingizni oqlamang. Shunday qilishi noto'g'ri. Axir u ham qilmishiga yarasha jazosini olgan-ku. Jazosini olgani yo'q. Olgani yo'q. Undan ko'ra olganim yaxshi. Sadqaga ko'z yoshing ketsin. Qoching o'zimgacha man. Yo'qol. Ha? Yo'qol. Akangdan xafa bo'lma bolam. Yuz boshing jiqqa ho'l bo'lib ketibdi-yu. Tez ustingni almashtirish kerak. Ma. Xullas, uka gap shu. Buni sotmasak bo'lmaydi, xaridor bilan gaplashib keldim. Nima? Shuni puliga qarab oldingizmi? Sen hali nonni nani deb yuribsan. Har bittasi falon pul turadigan dorilaring. Tonna ko'mir. Mana buningga har kuni 2 kilo go'sht osmondan tushyaptimi? Men yemay ichmay bolalarning rizqini qilib senga tashyapman-ku. Tashimay qo'yavering. Endi menga dori pori kerak emas. Uch uyingga. Endi bu yerga qaytib kelma. Qaytar deyman uni tentak. Shuncha puli. Sen bolani joningda qasding bormi nima bola, ha?
Sabr. Ukajon. Senga nima bo'ldi? Ko'zingni och. Ha o'g'lim. Tuzalib ketayin. Ha. Keyin birovdan qarz olib bo'lsa ham sizga dunyoni ko'rsataman. Iloyo niyatingga yetkir. Ammo hozir shunday tashqariga chiqim kelyaptiki, o'z oyog'im bilan yurib ko'chalarni bir aylanib kelsam deyman. Ko'kragimdagi og'ir tosh bo'lib turgan narsa yozilib ketarmidi? Akangga aytaman. Hozir kelib seni hovliga olib chiqadi. Akam meni ko'tarib olib chiqadimi? Nima qilibdi? Nima? Meni bir umrga ko'taram bo'lib qol deb o'ylayapsizmi? Voy, nimalar deyapsan, o'g'lim? Yo'q. Men hali o'z oyog'im bilan yuraman. Lekin hozir akam chaqirmang. Xo'p, o'g'lim, xo'p. Butunlay sog'ayib ketsam, Xo'p. sizni faqat boshimda ko'tarib yuraman. Ha. Oz qoldi. Yana biroz chidasam bas. Faqat yoz kelsin. Yoz kelsin. Bolamning baxtiga kunlar isib ketsa, ne qilardi? Meni deb ko'chaga ham chiqolmay qoldingiz. Bu nima degani? Ko'chada nima bor? Sovuq bo'lsa, uyimiz rohat-ku. Yozga chiqib olsam, qo'lingizga hatto supurgi ham ushatmayman yana. Yozga ham nima qoldi? Mana qara, dekabr oxirlashdi. Yanvar bir pasda o'tadi ketadi. Undan keyin fevralning ozgina ayozi bo'lib turadi-yu, u yog'i bahor bolam. Martdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Keyin yoz, Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ena. Ana vujuldir kiyimli xotinni haydang. Ha, o'g'lim. Ustimga bostirib kelyapti, ena. Voy o'lay. Ena. Voy o'lay. Haydang, iltimos sizdan. Chanqadingmi bolam? Chanqadim. Lekin qaynatilgan guruch suvini boshqa ichmayman yana. Nega? Hech bo'lmasa shu to'yimda guruch suvini tiqishtirmang yana. To'y? Ha. To'yim bo'lyapti axir. Hamma to'yda ko'chani changini chiqarib raqsga tushyapti-yu siz bo'lsa. Siz nega chiqmayapsiz yana? Xavotirlanmang. Marvarid kasalligimni biladi. Bila turib turmushga chiqyapti menga. Bilasizmi, u menga nima dedi? Nima dedi bolam? Uyatmasam aytaman sizga. Chunki sizdan bo'lak qadrdonim. Sirdoshim yo'q edi. Aytaver bolam, aytaver. Agar ko'nglimdagini aytsam, men yuragingizni yaxshi ko'raman, boshqasi bilan ishim yo'q dedi. Ko'rdingiz meni, Marvarid qanchalar dono. Ha, bolam, ha. Shuning uchun ham men uni yaxshi ko'raman-da.
Nega indamaysiz yana? Yo, mendan xafamisiz? Ursam bolam. Ursam. Nega unda bizga baxt tilamayapsiz yana? Ilohi qo'sha qaringlar. Baxtli bo'linglar. Endi bir o'ynab bering, ha? Xo'p. Akamni to'yda rosa o'ynagandingiz-ku. Xo'p bolam, xo'p. Xo'p bolam. Turing. Hozir birpas nafasimni rostlab olay. Tura qoling endi. Hamma sizga qarayapti yana. To'ylar muborak, ey yor jonim, uyona bo'lsin, tan birla jonim, ko'rsat yuzingni. Yangi yilni boshqacha kutib olamiz. 3 kishi bo'lib Marvarid boraman dedi. Assalomu alaykum. Ke o'g'lim, ke. Endi haydasangiz ham ketmayman. Sabrga o'zim qarayman. Keliningiz sizga uy ishlarida yordamlashadi. Ovora bo'lmaydi bola. Sabrga o'zim qarayman. Qarashsam nima bo'pti? Kechasi bilan baqirib chiqayotganmish odamlardan eshitdim. Siz bo'lsangiz aytmaysiz ham. Qarg'a qag'illasa ham Sobirjon baqirdi deyaveradi odamlar. Sizga hech tushunmayman-da yana. Meni yomon ko'rasiz, nima balo? Ikkita bolang bor. Qay birini yomon ko'rasan? O'sha sho'rlikni deb shu ahvolga tushib o'tiribsiz-ku. O'zingizga bir qarang. So'roq belgisiga o'xshab qolibsiz. Sobirni endi o'nglanish qiyin. Odamlar nimalarni gapirmayapti? Odamlarning og'ziga xo'jayin emasman. Gap faqat bunda emas. Er yetgan yigitni o'zi yuvib taraydi. Bu kampirning iymoni e'tiqodi qolmadi deguvchilar ham bor. Mening iymonim bolam. Qolgani bilan ishim bo'lmas. Meni sizga jonim achigandan gapirdim. Sobir. Endi o'nglanmaydi. Yaxshisi uni nogironlar uyiga topshiraylik. U yerda yaxshi qarashadi demoqchi edim. Laf bo'l. Qorayni o'chir. Xullas, yoz kelsa sizlarga oson bo'ladi. Umuman olganda bunaqa kasallarga issiq yoqadi. Kun qancha issiq bo'lsa, ular o'zlarini shuncha sog'lom his qilishadi. Shunday ekan, duo qilib turing onajon. Yil 12 oy yoz bo'lib tursin. Ilohim boshimiz saratondan chiqmasin bolam. Ilohim.
Marvarid. Marvarid kelyapti. Assalomu alaykum azizlar. Mana tog'lar oshib, bog'lar oshib, sizlarni yangi yil bayrami bilan qutlagani keldim. Marhamat. Men yolg'iz emasman. Yo'lda sizni uyingizga kelayotgan qor qizni ham uchratib qoldim. Assalomu alaykum. Kelinglar bolalarim, kelinglar. Kelinglar. To'rga o'tinglar. Mana bu sovg'alarni sizlar kutayotgan aziz mehmoningiz kelganida birgalashib ochasizlar. Marhamat. Kirib kelayotgan yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Yangi yilda shu uylarda to'ylar bo'lsin. Yuring qorqizay. Bizni bolalar kutib qolishdi. Marvarid kelmadi. U kela olmadi. Bu yil qor yili bo'ldi-yu. Endi dam oling. To'xta. Qayoqqa jo'nadi? Qayt. To'xta o'g'lim. Turmashim kerak. Tura qo'yjon bola. O'zingni zo'riqtirma. Charchab qolasan. Marvaridingni o'zim olib kelaman. Qayt. Olib kelaman.